Joriy yil davomida So'x tumanida amalga oshiriladigan ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirish dasturlarining ijrosi bilan tanishish maqsadida Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov mazkur tumanga tashrif buyurdi. Ushbu tashrif davomida tumanni rivojlantirishga qaratilgan turli loyihalar, shu jumladan mahallalar hayoti va infratuzilmani yaxshilash bo'yicha amalga oshiriladigan dasturlar ko'rib chiqildi. Tashrifning dastlabki qismida So'x daryosi atrofida amalga oshirilayotgan loyihalar muhokama qilindi. Ayni vaqtda ushbu hududda kurort sog'lomlashtirish zonasini tashkil etish bo'yicha master reja ishlab chiqilmoqda va bu loyihalar tumanda turizm salohiyatini oshirishga va yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilgan. Shuningdek, viloyat hokimiga 2026-yilda So'x tumanida amalga oshiriladigan 198 ta ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar taqdim etildi. Loyihalarning asosiy yo'nalishlari sanoat, xizmat ko'rsatish, tadbirkorlik, bandlik, kambag'allikni qisqartirish, qishloq xo'jaligi, qurilish va ta'lim sohalariga qaratilgan. Bu dasturlar tuman aholisining turmush darajasini yaxshilash, iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish va bandlikni oshirishga yo'naltirilgan. Tumanimizda tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi farovonligini oshirish maqsadida 2026-yilda dasturlar qabul qilindi. Bu dasturimiz tuman imkoniyatlaridan foydalanib, tuman geografik joylashuvi, tumandagi barcha imkoniyatlarga tahlil qilingan holda dastur ishlab chiqildi. Bu dasturda asosiy qiymati 1 trilliondan ortiq. Dastur birinchisi sanoatni rivojlantirish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, investitsiya sohasida va eng so'xga kerakli bo'lgan turizm va ijtimoiy sohalarni o'z ichiga olgan. Dasturimiz So'x tumanidagi yil oxirigacha qilinadigan ishlardan iborat. Bu ishlar hammasi aholi farovonligini oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Joriy yil davomida So'x tumanida turizmni rivojlantirishga qaratilgan 38 ta investitsiya loyihasi amalga oshiriladi. Ularning umumiy qiymati yaqin 416 milliard so'mni tashkil etadi. Loyihalar doirasida 509 ta yangi ish o'rni yaratilishi, shuningdek, Qayroq massivi va Obishirsoy qirg'oqlarida zamonaviy dam olish maskanlari barpo etish rejalashtirilgan. Viloyat rahbari loyihalarning samaradorligini oshirishga, har bir loyihaning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatiga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidladi. Xususan, So'x tumanida turizm va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjudligini, shuningdek, aniq va samarali driver loyihalarini ishlab chiqish va ularni izchil amalga oshirish muhim ekanligini ta'kidlab o'tdi. Yana bir muhim jihat, tumanning agrar sektorida shakllantirilgan yangi loyihalar orqali za'faron va kartoshka yetishtirish hajmini oshirish rejalashtirilgan. Bu sa'y-harakatlar qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish va yangi bozor imkoniyatlariga yo'l ochishiga xizmat qiladi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi.